Tegidan. Qaychini joyidan qolishingiz kerak edi. Hop, markazda ajratasizlar. Kattasini ham. Bunda bitta Mana shu qoladi. Ha, markazda bitta yetakchini qoldirasizlar. Qolganini bunga raqobat qilayotganlar oling. Buni olasiz. Qarang, endi sekinroq o'sgan tegibini olmaysizda. Mevali kultelar, joylik mevalari yaxshi ekan, yaxshi turibdi, yaxshi sopdi. Shuni qaytarib qo'yasiz. Mana qarang, agar bu doiraning tashqi tomoni bo'lsa, mana bu o'zi ketadigan shox bo'lsa, buni tegibini olmaydi. Mevaga qaytarib qo'ying vaqtincha. Xo'p, qoladi. Buni ham qoldiramiz. Bu yalang'och, to'g'rimi? Agar tanlash kerak bo'lsa, buni qoldirib, buni olganingiz yaxshi. Faqat olganda ham darhol chiqarib olmaydi, hozircha. Qaytamiz buni. Qaytamiz. Hop. Sherik ketgan. Lekin bu yoqdan nariyoqqa qarab o'sib, buni olamiz. Buchi. Qaytaraman. Hozircha buni gaplashamiz. Buni qaytarib turaman, qarang. Ko'rdingizmi? Mana bo'ldi. Ikkalasida masofa bor. Shot aka, hozir plyus kesishingiz foyda sizga, chunki bargi borida kesilganda tez o'sar olma, sxema zich o'sish sekinlaydi. O'zi tavsiya bor. Ko'p o'sib ketayotgan bog'da kesishi shu vaqtga qoldiriladi. Faqat sharti issiqda kesmaslik kerak. 35 dan o'tib ketgandan keyin kesa olmaymiz. O'shangacha tugatib olishimiz kerak. Shunda mana shuni nima bo'ladi? Hozir qarang, buni qaytarishim mumkin, tegmayman. Bu pastdan chiqibdi, gaplashamiz. Mana buni nima qilamiz? Qaytarganda bo'ladi. Hop, buni ham bundoq qilib turamiz. Qatashloq qilib turamiz. Hop, bu etganingiz ketadi. Juda pastdan chiqibdi. Mana bularni ham olamiz. Bu kichkina qaychi bilan asli oxirida ishlanadi. Asosan katta bilan ishlaysizlar boshlanishida. Mana bu yerdan ko'rasiz, ko'p. Qaytaraman. Mana bu shuni o'zi yetadi bizga. Bitta qaytaraman. Hop. Shunday qilib turamiz vaqtincha. Meva ko'p. Endi yana bitta agar chiroyli ish bo'lsin desanglar, yana bitta masala bor. Hal balandroqdan shuni bir tekis qaytarib chiqamiz. Hop, mevaga ta'sir qilmaydimi unda? Ozayish. Past ko'ringchi. Past yetarli. Shu yerda hozir bir donadan meva qo'ysiz ham, bu daraxtga ko'p. Mana shu kesishdan keyin bittadan qo'ysiz. O'rtadagichi. O'rtadagi bu yetakchi. Turaveradi. Markazdagi yetakchi sizda. Buni faqat uchini yakkalash kerak. Bir dona qoldi. Keyin qaytarib qo'yasiz baquvvatlashish uchun. Bo'ldi. Endi qarang, mana bu shoxlar vaqtincha. Bularni men faqat 1 yil uchun olib qoldim. Bu ketadi, bu ketadi, bu ketadi, bu ketadi. Tagidan ketadi. Bizda atrofda bitta doira va markazda bitta yetakchi qolish.